iqtibos. Birinchi iqtibosimiz Brian Kaplandan. Haqiqiy IQ test bu qog'ozdagi yechiladigan IQ test emas, balki ishni tugata olish qobiliyati haqiqiy IQ test. Kaplan bilan Taleb Mercatoda gaplashib o'tiribdi. Ya'ni Tower Coven'da intervyu berishyapti va gaplashyaptiki, IQ test bu bo'lmagan narsa. Ya'ni mashinniklar o'ylab topgan narsa minusga ishlaydi, ya'ni ahmoq odamni topib beradi, lekin aqlli odamni topib bera olmaydi. Okay, shunda savol berishyapti. Xo'p, nima biz shuncha IQ testlar o'lchyapmiz? Noto'g'ri o'lchyapmizmi? Orasidan odam aqlliligini qatdan bilamiz degan savol berishyapti. Keyin Kaplan javob beryapti. Ish etamiz deyapti. 1 soat ichida menga italyanskiy kostyum topib ber, narxi $1000 yoki $500 arzon bo'lsin. Topib kela oladimi, yo'qmi? Mana shu IQ test. Mani bitta shogirdim desak bo'ladimi, tanishim, bir yosh tanishimiz bor. Mendan yosh kichkinaroq, 5-6 yoshga. Shu yigit o'zbek tilidan boshqa tilni bilmaydi. Otini aytsam taniydi, shuning uchun aytmayman hozir. O'zbek tilidan boshqa til bilmaydi. Men uchun universitet ham anaqa qilmagan, universitetda ham o'qimagan. Lekin nima ish etsangiz bitirib kela oladi. Nima ish etsangiz bitirib keladi va bir joyga borsangiz, do'konga borasizmi, Amirsog'ga borasizmi, yoki bir ishxonaga borasizmi, 15 minutda tanish topib chiqadi shu yerda. Mana shu til bilan tanishib, aka siz yaxshisiz, zo'rsiz, mana shuni arzonroq bering, mana buni bizga qilib gaplashaylik, keyingi safar kelganimizda bizni o'chirtsiz o'tkazib yuboring deydi-da, ishini bitiradi. Ko'p kitob o'qimaydi, umuman kitob o'qimaydi. Til bilmaydi, universitet tugatmagan, lekin ishni bitirish kerak bo'lsa shu bolaga men telefon qilaman. Telefon-da, "Xormen, yaxshimisiz? Menda mana shu ish bor edi. Shuni qanaqa bitirsak bo'ladi" deyman. Haqiqiy IQ shu. IQ nima degani o'zi? Intellect quotient, ya'ni sizning aql darajasi degani. U crossword yechishda bilinadimi? Yoki test yechishda bilinadimi? Yoki mantiqiy masalalarni yechishda bilinadimi? Yoki matematik misollarni yechishda bilinadimi? Undan foyda yo'q agar siz hayotingizdagi muammolarni yecha olmasangiz. Ya'ni akademiklar bor, xonasini toza qilib tura olmaydi, tutolmaydi. Professorlar bor, mashinasi doim sasib yotadi. O'zini hayotini yig'ishtirib olmagan yoki birorta ham do'sti yo'q, yoki vaqtini kontrol qila olmaydi, yoki telefonida soatlab vaqt o'tkazib qo'yadi. Bu aqlli belgisimi? Ya'ni nima aqlli belgisi desa, mana men ish etdim yoki o'zingizga o'zingiz ish qo'ydingiz, shuni bitirdingiz. Qanaqa qilib bo'lsa ham. Mana shu aql belgisi. To'g'ri keladimi, yaxshi o'lchovmi? Yaxshi o'lchov. Endi o'zingiz qanchalik aqlligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, yozing. Qaysi ishlarni qo'ydingiz oldingizga yoki sizga topshirildi va qanchasini bitirdingiz. Misol uchun dori topib keldingizda topib kela oldingizmi? Yoki $1000 topishingiz kerak bo'ldi, ishlab topishingiz kerak bo'ldi, 2-3 haftada shunaqa ish topa oldingizmi? Yoki shunaqa ham qizuv bo'lish kerak bo'lgan, ham yaxshi pul to'laydigan, ham boshqalarga ham kerak bo'lgan ish topishingiz kerak bo'ldi, qila oldingizmi? Yoki o'zingiz xohlagan odamga uylanishingiz kerak bo'ldi, ya'ni mana shunga uylanaman deb maqsad qo'ydingiz, uylana oldingizmi? Yoki turmushga chiqa oldingizmi? Yoki o'zingiz mana bitta ishxonaga kiraman dedingiz. Kira oldingizmi? Yaqinda intervyu eshitib qoldim. Koji Sanchez degan ayol bor, anaqadan Meksikadan chegarasidan oshib o'tib Amerikaga nelegal bo'lib kirib, Amerikada ozgina ishlab millioner bo'lgan ayol tadbirkor bor. Shu intervyuda zo'r gap aytibdi. Odamlar deydi, menga bitta anaqa yozadi deydi, uchrashaylik, sizdan savol so'ramoqchiman deydi. Xo'p, kel deyman deydi. $100 ga bilet olib kelsa bo'ladi. Qayerga borish kerak? Mana bu joyga, men ofisimga kelishim kerak. Voy, uzoq ekan, bo'ldi, bormayman deydi. Ya'ni shu yillar davomida yuzlab, minglab odamlar meni dichkamga yozgan bo'lsa deydi. Atigi bir ikkitasi balki ular ham kelmadi deydi. Ya'ni ish qo'ygan o'zini oldiga, lekin bitira olmagan. Shatda borish oldiga, o'shani ishini bitirib berish va men ba'zan ish etaman deydi. Men videoni ko'rib chiqqanda menga xulosasini aytib ber deydi. Shu bilan yo'q bo'lib ketadi deydi. Lekin meni vaqtimni olmoqchi. Ya'ni kel menga konsultatsiya bering, meni savollarim bor deb aytmoqchi, lekin men unga ish etsam bitira olmaydi deydi. Shuning uchun ham qachonki bu oxirgacha borish odamlar o'rgansa, ana shundagina uning IQsi baland bo'ladi. Men ham xuddi shu fikrdaman. Hozir shunga qarab biz bolalarni menimcha aqlli emas desak bo'ladi. Qachon biz bolalarimizga ish bitirishni o'rgatsak, bor mashina nima qilib bo'lsa ham bitirib kel, qaytib kelma deb o'rgatsak, ana shunda ular yuqori IQli bo'ladi. Biling, diplom IQ emas, qizil IQ emas, ALS 9 borlik IQ emas. Juda oddiy xatolarni qilayotganlarni ko'rdim men.